Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda ona bola ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan ona bola mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Kecha ona bola qo'ygandik, ko'pchilik uspet qila olmadi. Telefon qilishtirasa, sizlar uchun bugunga yana bitta ona bola molimiz bor akalar. Sizlar uchun mana sotuvga chiqaryapmiz. Hafta kuniga shanba 2026-yil 14-mart sanasida turibmiz akalar. Hop. Akalar, yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiyasi yo'q. Hop, akalar, to'g'risi bu molimiz ham bizga hozir keldi. Yeb ichishini sinab qo'ydim. O'ta zo'r, tanajoni sog'lom ekan. Mana bola tagida yurgan ekan. Suti qancha desam, egasi 5-4 litr suti bor dedi-yu, men hali soqqanim yo'q. Bola tagida emib yurgan ekan. Birinchi qoringa akalar. Bo'yi 1.20. Enani bo'yi. Yuvoshligi nihoyatda yuvosh. Oq yelin mana akalar. Endi bu yelinga xudo xolasa kami 5-4 litr beraveradi. Hozir mana tem bo'lib bo'sh. Sog'ib olingan ekan akalar. Sog'ib olinmagan, bolasi tagida yurgan demoqchiman. Biz soqqanimiz yo'q hali. Mana birinchi qoringa kuratishi ikkita akalar. Onasini bo'yi 1.20, bolasi bo'liq akalar. 20 kunlik bo'ldi dedi bolasini. Bolasi bo'liq. Baylovga o'zim soldim, bo'sh yurgan ekan. Egasini uydan olib chiqyapti. Mana molimizga pardodan berilganimiz yo'q akalar. Bu molimizni bo'yi akalar 1.20, kurashchi 2 dona. Narxini eshitinglar, narxi o'ta qulay akalar. 24 million kami bor. 24 million kami xayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar. Mana akalar, ona bola.